Osmani sultanları. Sultan 2. Mahmud. Osmani devletinin 30. padişahı. Hüküm sürgen devri 1808 yıldan 1839 yılgacha. U 1808 yılı taxtga o'ltirdi. 2. Mahmud padişahlıqının tunji yılida Bayraktar Mustafa Paşa Anatoliya ve Rum Ali taraftarları bilan 1808 yılı hamkorlik kelishimnomasi imzoladı. Devlet bu hamkorlikdan keyin taraftarlarning kuchini qonuniy jihatdan e'tirof qildi. 2. Mahmud yerlik yangi qism ve uchqur atratlarni qurdi. 1826 yılı piyoda askar birligini bekor qildi. Bu voqealar Vaqai Xayriya, ya'ni xayrlik ishlar deb ataladi. Bu birlikning o'rniga Asakir Mansura-i Muhammadiya nomida yangi bir qism qurildi. 2. Mahmud Divani Humayunni bekor qilib, ministerliklar qurdi. U Yevropaga o'quvchi avatdi. An'anaviy libosning o'rniga bo'k kiydi va barliq davlat ma'murlarining mushundoq kiyinishini belgiladi. 1804 yılı Sırplar mustaqillik uchun Osmani davlatiga qarshi qo'zg'olon ko'targan edi. 1829 yılı bo'lsa, Rumlar Osmanilardan ayrilgan tunji millat bo'ldi. 2. Mahmud Osmani davlatining intayin mushkul bir davrida padişahlik qildi. Yuz bergan voqealar sultanning betopligiga sabab bo'ldi. O'pkisidagi bearamlik qisqagina vaqt ichida tuberkulyozga taraqqiy qilib, 1839 yılı 1 iyul vafot topdi. Qabrisi İstanbul'ning Divan yo'lidadir. اذكر الصديق فخرا وابن عفان البعر سلان والفاتح عثمان وابنة شفين والغازي سليمان اسأل الرومان عنهم والمشون